Assalomu alaykum qizlarchoqlar. Men sizlarga mana shu Be Royal seriyasini patchisini zakaz qilgandim o'zimga. Albatta sizlarga obzorini qilib beraman degandim, lekin iloji bo'lmadi. O'zi klient edi. Bu bittasiga ham yana klient chiqdi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, original ichida 60 shtuka bor. Artikuli 12670. Buni tarkibida 24 karat tilla kukuni qo'shilgan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, 24 karat tilla kukuni qo'shilgan. Вообще zo'r patchimiz. Men o'zim patch ishlatib ko'rganman, boshqa seriya patchilardan ishlatganman. Shuning uchun yana o'zimga ishlatib ko'raman deb zo'r aksiyada chiqdi oluvdim, lekin bunga klient chiqib qoldi, o'zimga ishlata olmadim. Patchini ishlatgan paytimda ko'z atrofimdagi ajinlarni shunaqa yoyib berganidan o'zi yuzimda ajinlar sezilmas edi, lekin shunaqa zo'r effekt rezultat berganidan yuzimda mayda ajinlar borligi sezildi. Ishonasizmi? Bu rezultat berganidan dalolat. Mana shu patchini yuzimni hamma joyiga qo'ysam deysizda, buni effekt berganini ko'rganingizda. Ishonmaysiz, вообще zo'r patchi. Albatta ishlatib ko'ringlar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab ofislarga zakaz urib beriladi. Albatta qonuniy, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Nomer qoldiraman.